Hurmatli pensionerlar va ularning aziz oila a'zolari, bugun men sizning e'tiboringizni juda muhim va dolzarb bir masalaga qaratmoqchiman. Bu masala sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga, aniqrog'i har oylik pensiya to'lovlaringizga bevosita ta'sir qiladigan juda jiddiy mavzu hisoblanadi. Agar siz allaqachon pensiya oluvchi bo'lsangiz yoki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Chunki men hozir aytadigan ma'lumotlar sizning kelajakdagi farovonligingiz, moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot ba'zilaringiz uchun pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini taqdim etishi, boshqalar uchun esa adolatsizlikning oldini olishga yordam berishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Sizning obunangiz va like'ingiz bu qimmatli ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga, ko'proq pensionerlar o'z huquqlarini bilishiga va o'z pensiyalarini tekshirishiga yordam beradi. Pensiya tizimida nima o'zgardi va nega bu haqda hozir gaplashmoqdamiz? Oldinlari pensiya hisoblash tizimi nisbatan an'anaviy va ko'pincha qo'l mehnati asosida amalga oshirilardi. Odamlar o'z ish stajlari va maoshlari to'g'risidagi barcha hujjatlarni, ya'ni mehnat daftarshalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlarini qog'oz shaklida pensiya fondining hududiy bo'limlariga shaxsan taqdim etishar edi. Pensiya fondi xodimlari esa bu hujjatlarni ko'rib chiqib, ularni qo'lda qayta ishlar, zarur hisob-kitoblarni amalga oshirar edilar. Bu jarayon bir tomondan nisbatan tushunarli edi, ammo boshqa tomondan inson omili tufayli xatoliklarga yo'l qo'yish ehtimoli yuqor edi. Ba'zi bir davrlar uchun ish staji avtomatik hisoblanar, ammo ma'lumotlar bazasida xatolar bo'lish ehtimoli har doim mavjud edi. Misol uchun, ma'lum bir davrda korxona yopilgan bo'lsa yoki hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash yoki hisobga olish murakkab jarayon edi. Pensiya olishni boshlaganingizda odatda uning miqdori bir marta hisoblanar va keyinchalik faqat hukumat qarorlari bilan belgilanadigan indeksatsiyalar orqali, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda yoki ijtimoiy siyosat doirasida oshib borar edi. Agar sizda pensiya tayinlangandan keyin qo'shimcha ish staji, yangi imtiyozlar, masalan farzand parvarishlash staji, nogironlik holati o'zgarishi va hokazo paydo bo'lsa, ularni mustaqil ravishda pensiya fondiga xabar berishingiz va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak edi. Aks holda pensiya miqdori o'zgarishsiz qolaverardi va sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar hisobga olinmas edi. Ammo hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. So'nggi yillarda pensiya tizimida bir qator muhim yangilanishlar joriy etildi. Eng asosiysi pensiya hisoblash va to'lash tizimlarini raqamlashtirish hamda avtomatlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarga o'tkazilmoqda va avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minot yordamida qayta hisob-kitoblar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon bir tomondan pensionerlar uchun qulayliklar yaratadi. Chunki pensiya tayinlash jarayoni tezlashadi, shaffoflik oshadi va hujjatbozlik kamayadi. Ammo boshqa tomondan ma'lumotlar bir tizimdan boshqasiga o'tkazishda, turli formatdagi ma'lumotlarni birlashtirishda yoki dasturiy ta'minotda xatoliklar yuzaga kelishi ehtimoli ham mavjud. Ba'zan eskicha usulda yuritilgan qog'oz hujjatlardagi ma'lumotlar raqamli bazalarga to'liq yoki to'g'ri o'tkazilmasligi mumkin. Bundan tashqari, hukumatimiz tomonidan pensiya tizimini takomillashtirish, pensionerlarning turmush darajasini oshirish maqsadida muntazam ravishda yangi qonunlar, farmonlar va qarorlar qabul qilinmoqda. Masalan, ba'zi ish staji turlarini hisoblash qoidalari o'zgarishi, ayrim sohalarda ishlaganlar uchun qo'shimcha imtiyozlar joriy etilishi yoki pensiyani hisoblash uchun olinadigan ish haqi davrining o'zgarishi kabi yangiliklar paydo bo'lmoqda. Ba'zida bu yangiliklar avtomatik ravishda barcha pensionerlarning foydasiga ishlamasligi mumkin. Chunki ayrim shart-sharoitlar yoki qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda har bir pensioner o'z hisobidagi pensiya miqdorini, pensiya hisoblash asoslarini va barcha ma'lumotlarning to'g'riligini shaxsan tekshirib chiqishi juda muhimdir. Sizning pensiyangizni to'g'ri hisoblab chiqilganiga amin bo'lishingiz uchun o'zingiz faol bo'lishingiz lozim. Bu sizning o'zingizga va kelajagingizga bo'lgan g'amxo'rligingizdir. Endi esa batafsilroq ko'rib chiqaylik. Pensiya hisobingizni tekshirishda nimaga e'tibor berishingiz kerak? Kimlar ayniqsa xavotirlanishi lozim va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Siz bilishingiz kerak bo'lgan
eng muhim narsalar, eng avvalo sizning pensiya hisobingizda xatolikka olib kelishi mumkin bo'lgan aniq mexanizmlarni tushunish muhimdir. Bular asosan quyidagilar bo'lishi mumkin. 1. Asosiy ish staji hisoblanishidagi o'zgarishlar va kamchiliklar. Ashtirish bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir. O'tmishda siz ishlagan ba'zi davrlar, masalan, oliy o'quv yurtlarida o'qish davri, harbiy xizmat muddati, farzand parvarishlash ta'tilida bo'lish. Nogiron bolaga yoki qariyaga qarash davrlari pensiya tayinlashda hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, siz turli korxonalarda ishlagan bo'lsangiz. Bir korxonadagi staj raqamli bazaga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Har bir davr uchun aniq sana va joy ko'rsatilgan holda ish stajining to'g'ri hisoblanganligiga ishonch hosil qiling. Hatto bir necha oyning hisobga olinmasligi ham yillar davomida sezilarli miqdordagi yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. 2. Astirish ish haqi ma'lumotlarining noto'g'ri aks etishi. Astirish pensiya miqdori asosan sizning ish stajingiz va eng yaxshi maosh olgan davringizdagi o'rtacha ish haqingizdan kelib chiqib hisoblanadi. Agar elektron bazaga sizning maosh ma'lumotlaringiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, masalan, siz yuqori maosh olgan davrlar hisobga olinmay, balki nisbatan kam maosh olgan davrlar kiritilgan bo'lsa, bu sizning pensiyangiz miqdorini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Sizning eng yuqori daromad olgan 5 yillik davringiz yoki qonunchilikda belgilangan boshqa davr to'g'ri aks etganiga e'tibor bering. Bu sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Astirishki yangi imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlarning qo'llanilmaganligi, hukumat tomonidan qabul qilinayotgan yangi qonunlar, qarorlar natijasida ba'zi toifadagi pensionerlar uchun qo'shimcha imtiyozlar yoki pensiya ustamalari joriy etilishi mumkin. Masalan, ayrim sohalarda qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, o'qituvchilik kabi uzoq muddat ishlaganlar uchun yoki og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar uchun qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Agar siz bunday imtiyozlarga loyiq bo'lsangizda, ular avtomatik ravishda pensiyangizga qo'shilmagan bo'lsa, bu sizning huquqingiz poymol bo'lganligini anglatadi. Ba'zan bunday ustamalar faqat murojaat qilingandan keyin qo'llaniladi. 4. Asrish shaxsiy ma'lumotlarning noto'g'riligi. Asriq familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz yoki boshqa muhim shaxsiy ma'lumotlaringiz elektron bazada noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Garchi bu pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilmasa-da, kelajakda turli muammolarga, masalan, hujjatlarni rasmiylashtirishda yoki meros masalalarida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi va pensiya hisobini tekshirishi kerak. Astirish turli joylarda ishlaganlar. Agar siz hayotingiz davomida bir necha korxona, tashkilot, fermer xo'jaligi yoki hatto turli mamlakatlarda ishlagan bo'lsangiz, sizning ish stajingiz to'liq va to'g'ri hisobga olinmagan bo'lish ehtimoli juda yuqori. Har bir ish joyidan ma'lumotlar bazasiga to'g'ri o'tkazilganligini tekshirish muhim. Standart bo'lmagan bandlik davrlari bo'lganlar, mavsumiy ishchilar, shartnoma asosida ishlaganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, fermerlar yoki oilaviy korxonalarda ishlaganlar. Ularning ijtimoiy sug'urta to'lovlari va stajlar hisoblanishida o'ziga xosliklar mavjud bo'lib, bu yerda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Uzoq muddatli tanaffuslar bo'lganlar, bolalar parvarishlash ta'tili, uzoq muddatli kasallik ta'tili yoki boshqa sabablar bilan ishlamagan davrlar pensiya hisobiga to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qilish kerak. Ba'zi davrlar, masalan, ayollarning bolani parvarishlash davri pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Ammo bu avtomatik ravishda bajarilmagan bo'lishi ehtimoli bor. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar, aynan sizning holatingizda yangi tizimga o'tish yoki ma'lumotlarni raqamlashtirish jarayonida xatoliklar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Pensiya tayinlangandan so'ng dastlabki bir necha oy ichida hisob-kitoblarni sinchkovlik bilan tekshirib chiqish tavsiya etiladi. Ko'p yillar davomida o'z hujjatlarini yoki pensiya hisobini tekshirmaganlar. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar yoki yangi qonunlar haqida bilmagan holda sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha imtiyozlardan bexabar qolishingiz mumkin. Hatto 5-10 yil oldin pensiyaga chiqqan bo'lsangiz ham, hozirgi imkoniyatlardan foydalanib tekshirish foydadan xoli emas. Familiyasini, manzilini yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarini bir necha bor o'zgartirganlar bunday hollarda elektron bazadagi ma'lumotlarning eskirgan yoki noto'g'ri bo'lish ehtimoli ortadi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin, lekin baribir tekshirishi kerak. Bir korxonada uzoq muddat uzluksiz ishlaganlar
va barcha hujjatlari tartibli bo'lganlar. Ammo hatto bunday hollarda ham yangi imtiyozlar yoki avtomatlashtirilgan tizimdagi xatoliklar sababli tekshirish zarar qilmaydi. Ehtiyotkorlik hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Endi esa yuqorida aytilganlarni aniqroq tushuntirish uchun bir nechta real hayotdan olingan misollarni ko'rib chiqaylik. Raqamlarni soddalashtirish maqsadida shartli ravishda beraman. Asosiy misol 1. Yo'q qolgan ish staji. Otabek aka 35 yoshda 25 yildan beri pensiya oladi. U yoshligida 5 yil davomida katta bir zavodda ishlagan. Keyin esa 3 yil qishloq xo'jaligi shirkatida faoliyat yuritgan. Pensiya tayinlash paytida zavoddagi staji hisobga olingan, ammo shirkatdagi 3 yillik staji qog'oz hujjatlardagi chalkashliklar tufayli hisobga olinmagan. Otabek aka pensiya miqdorini tekshirganda aynan shu 3 yillik stajning raqamli bazada yo'qligini aniqladi. Har bir yil staj uchun pensiya miqdoriga o'rtacha 1,5 ming so'm qo'shimcha to'lanishi kerak edi. Demak, 3 yil uchun u har oy 1,5 ming so'm kam olib kelgan. 25 yil davomida bu summani hisoblasak 1,5 ming so'm 12 oy 25 yil. Jami 27 ming so'm puldan mahrum bo'lgan. Qonunchilikka ko'ra bunday holatlarda oxirgi 3 yil uchun hisoblanmagan summa qayta hisoblanishi va to'lab berilishi mumkin. Bu degani Otabek aka 1,5 ming so'm indiki oy 3 yil 5,4 ming so'm qo'shimcha pul olishi mumkin. Va pensiyasi hozirgi kundan boshlab doimiy ravishda 1,5 ming so'mga oshishi kafolatlanadi. Astas misol 2. Noto'g'ri ish haqi ma'lumotlari. Dilnoza opa 60 yoshda 5 yildan beri pensiya oladi. Pensiya hisoblash uchun uning hayotidagi 15 yillik ish staji inobatga olingan. Uning pensiyasi hisoblanayotganda 2005 yildan 2010 yilgacha bo'lgan davrdagi eng yuqori maosh olgan 5 yillik davri emas. Balki 1990-1995 yillardagi nisbatan kam maoshli davr hisobga olingan. Sababi 2005-2010 yillardagi maoshlari to'g'risidagi elektron ma'lumotlar arxividan to'liq yuklanmagan yoki xatolik bilan kiritilgan. Dilnoza opa 2005-2010 yillarda o'rtacha oylik 2,000 ming so'm maosh olgan bo'lsa, avvalgi davrda 800 ming so'm olgan. Pensiya hisoblashda ish haqi koeffitsiyenti to'g'ri qo'llanilmagani sababli uning pensiyasi har oyda 300 ming so'mga kam bo'lib chiqqan. Agar bu xato tuzatilsa, Dilnoza opaning pensiyasi darhol 300 ming so'mga oshadi. Shuningdek, so'nggi 3 yil uchun ushbu kam to'langan summa 300 ming so'm, unga oy 3 yil unga 200 ming so'm unga kompensatsiya sifatida to'lab berilishi mumkin. Misol 3 yangi imtiyozning qo'llanilmaganligi. Mansur aka 62 yoshda 2 yildan beri pensiya oladi. U umrining 25 yilini kimyo zavodida zararli mehnat sharoitlarida ishlagan. Yaqinda qabul qilingan qonun bo'yicha bunday sharoitlarda uzoq muddat ishlaganlarga pensiya miqdoriga 10% ustama qo'shilishi belgilandi. Biroq Mansur akaning pensiyasi avtomatik ravishda qayta hisoblanmagan. Uning hozirgi pensiyasi 1,8 ming so'm. Agar unga 10% ustama qo'shilsa, pensiyasi 1,8 ming so'mga oshib 1,9 ming so'mga yetadi. Bu kabi ustamalar ko'pincha avtomatik ravishda qo'shilmaydi va ularni olish uchun pensioner shaxsan murojaat qilishi talab etiladi. Mansur aka murojaat qilgach, uning pensiyasi o'sha oydan boshlab oshadi va avvalgi 3 yil uchun to'lanmagan ustama 1,2 ming so'm, 12 oy 3 yil 6,2 ming so'm ham unga qaytarilishi mumkin. Misol 4 holatning o'zgarishi. Ammo pensiyaning o'zgarmasligi. Gulnora opa 78 yoshda. U yoshligida nogiron bo'lgan farzandini parvarish qilib keladi va shu sababli pensiyaga muddatidan oldin chiqqan. Dastlab uning pensiyasi ma'lum bir miqdorda tayinlangan. Bir necha yil o'tgach, farzandining nogironlik guruhi og'irroq darajaga o'zgardi. Bu esa onaning pensiyasiga qo'shimcha ustama olish imkoniyatini berar edi. Lekin bu ma'lumot avtomatik ravishda pensiya fondiga yetib bormagan va Gulnora opaning pensiyasi qayta hisoblanmagan. Agar u bu holatni tekshirib, tegishli hujjatlarni taqdim etsa, har oyda qo'shimcha 1 ming so'mdan 200 ming so'mgacha ustama olishi mumkin. Bu holatda ham so'nggi 4 yil uchun kam to'langan summalar qaytarilishi ehtimoli bor. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, hatto kichik bir xatolik yoki e'tiborsizlik yillar davomida katta miqdordagi mablag'dan mahrum bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner o'zining pensiya hisobini sinchkovlik bilan tekshirishi zarur. Pensiya hisobini tekshirishda e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan istisnolar.
tuzoqlar va noaniq jihatlar. Pensiya tizimining murakkabligi sababli ba'zi bir noaniq holatlar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Ular sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. 1. Staj da'vo qilish muddat cheklovi. Bu eng muhim nuqtalardan biridir. Odatda, agar sizning pensiyangiz kam hisoblanganligi aniqlansa, qonun bo'yicha sizga oxirgi 3 yil uchun kam to'langan summalar qayta hisoblanib, to'lab beriladi. Undan oldingi muddatlar uchun da'vo qilish murakkabroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya hisobingizni qancha tez tekshirsangiz, shuncha yaxshi. Masalan, agar sizning 10 yil oldin pensiyangiz kam hisoblangan bo'lsa, siz faqat oxirgi 3 yil uchun kompensatsiya olishingiz mumkin. Qolgan 7 yil uchun to'langan kam summalar qaytarilmaydi. Bu sizni faol harakat qilishga undashi kerak. 2. Asliq talab qilinadigan hujjatlar. Pensiyani hisoblashda eski hujjatlar, masalan, Sovet davridagi mehnat daftarshalari, arxivlardan olingan ma'lumotnomalar nihoyatda muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan bunday hujjatlarni topish yoki tiklash qiyin bo'ladi. Agar sizda bunday hujjatlar mavjud bo'lmasa, pensiya fondi xodimlari sizga qanday harakat qilish bo'yicha maslahat berishlari kerak. Ba'zi hollarda sud orqali stajni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Qanchalik ko'p hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, shuncha yaxshi. Ma'lumotlar nomuvofiqligi, qog'oz hujjatlardagi ma'lumotlar bilan elektron bazadagi ma'lumotlar o'rtasida farqlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatda odatda qog'ozdagi asl hujjatlar ustunlikka ega bo'ladi. Sizda mavjud bo'lgan asl hujjatlarning nusxalarini tayyorlash va ularni pensiya fondiga taqdim etish zarur. Agar qog'oz hujjatlarda xatolik bo'lsa, ularni tuzatish uchun tegishli tashkilotlarga, masalan, arxivlar, so'qi ish joylari murojaat qilish kerak bo'ladi. Dard astish mintaqaviy farqlar va talqinlar. Garchi pensiya qonunchiligi butun mamlakat bo'ylab yagona bo'lsa-da, ba'zan turli pensiya fondi bo'limlari o'rtasida qoidalar yoki talqinlarda kichik farqlar bo'lishi mumkin. Agar siz bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, pensiya hisobingizni ko'chirib o'tkazishda yoki qayta hisob-kitob qilishda shunga e'tibor berish lozim. Agar sizning holatingizda pensiya fondining javobi sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilish imkoniyatingiz bor. 5. Asrish kichik xatolarning ta'siri. Ba'zan bir oylik ish haqi miqdoridagi yoki bir necha oy stajdagi arzimasdek tuyulgan xatolik yillar davomida to'planganda juda katta summaga aylanishi mumkin. Masalan, agar sizning oylik pensiyangiz 10 ming so'mga kam bo'lsa, bu kichik summa tuyulishi mumkin. Lekin 10 yil davomida bu 10 ming so'm 12 oy 10 yil 1 million 200 ming so'mni tashkil etadi. Shuning uchun har qanday xatolikka jiddiy e'tibor berish kerak. 6. Boshqa imtiyozlar bilan o'zaro aloqasi. Pensiya miqdori boshqa ijtimoiy imtiyozlar, masalan, nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari bilan o'zaro bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz bir necha turdagi imtiyozlarga ega bo'lsangiz, barchasi to'g'ri hisoblanganligiga va o'zaro bir-biriga ta'sir qilganligiga ishonch hosil qiling. Ba'zida bir turdagi imtiyozni olish boshqa bir imtiyozni cheklashi mumkin yoki aksincha ularning birgalikda hisoblanishi ko'proq foyda berishi mumkin. 7. Asrish firibgarliklardan ehtiyot bo'ling. Afsuski, pensionerlarning ishonchidan foydalanib, ularga pensiyani oshirishda yordam berishni taklif qiluvchi shaxslar yoki tashkilotlar paydo bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha o'z xizmatlari uchun katta miqdorda pul talab qilishadi. Esingizda bo'lsin, pensiya fondi xizmatlari bepul. Agar shubha tug'ilsa, faqat rasmiy tashkilotlarga, ya'ni pensiya fondi bo'limlariga yoki Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakiliga ombudsman murojaat qiling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamlaringizni yoki PIN kodlaringizni notanish shaxslarga bermang. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizda yuqorida sanab o'tilgan shubhalar paydo bo'lsa yoki shunchaki xotirjamlik uchun pensiya hisobingizni tekshirishni istasangiz, aniq qadamlar qanday bo'lishi kerak? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Sizning pensiya hisobingizni tekshirish uchun aniq amaliy qadamlar. Bir qadam zarur hujjatlarni yig'ish. Pensiya hisobingizni tekshirishdan oldin barcha kerakli hujjatlaringizni tartibga soling. Bu jarayonni ancha osonlashtiradi va tezlashtiradi. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Aslish pasportingiz yoki ID kartangiz, shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Aslish mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Ish stajingizning asosiy manbai.
unda barcha ish joylari, lavozimlar, ishga kirish va bo'shash sanalari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Asosiy ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar sizda ish joyingizdan olingan ma'lumotnomalar yoki arxivdan olingan ish haqi to'g'risidagi hujjatlar bo'lsa, ularni ham tayyorlang. Ayniqsa eng yuqori maosh olgan davrlaringizga oid hujjatlar juda muhim. Diplomlar, o'qish joyidan ma'lumotnomalar, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qigan davrlaringizni tasdiqlash uchun. Astash agar siz familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz. Astash farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, ayollar uchun farzand parvarishlash ta'tilida bo'lgan davrlarni tasdiqlash uchun. Harbiy guvohnoma, voyen bilet. Harbiy xizmatni o'tagan erkaklar uchun. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, tamlik xulosasi, agar sizda nogironlik bo'lsa yoki nogiron farzandingiz bo'lsa. Boshqa imtiyozlarga oid hujjatlar, masalan, jamoat ishlari. Faxriy unvonlar, maxsus mehnat sharoitlarida ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Barcha hujjatlarning asl nusxalarini va ularning nusxalarini tayyorlab qo'yishni unutmang. Asterisk 2 qadam. Pensiya hisobingizni qanday tekshirish kerak? Pensiya hisobingizni tekshirish uchun bir nechta qulay usullar mavjud. Elektron portallar orqali. Hozirgi kunda bu eng qulay va tezkor usullardan biridir. Mening pensiyam onlayn xizmati myton.uz pensiya. Uz sayti O'zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari portalining mening pensiyam bo'limi orqali siz o'zingizning pensiya hisobingiz to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni, ish stajingizni, pensiya tayinlashda hisobga olingan ish haqi ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo eri bo'lishi kerak. Agar eringiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlarida olishingiz mumkin. Saytga kirib, shaxsiy kabinetingizga o'ting. Pensiya ta'minoti bo'limini toping va o'z ma'lumotlaringizni ko'ring. Bu sizga dastlabki tushuncha beradi. Ish staji, hisoblangan pensiya miqdori va uning asoslari to'g'risidagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qing. Agar sizda smartfon bo'lsa, tegishli mobil ilovalarni ham yuklab olishingiz mumkin. Asterisk pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan tashrif buyurish. Bu eng to'liq ma'lumot olish imkonini beradi. O'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport va yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarni oling. U yerda mutaxassislardan sizning pensiya hisobingizni to'liq tekshirib berishlarini, ayniqsa ish staji va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilganligini tasdiqlashlarini so'rang. Sizning pensiyangiz qaysi asoslarga ko'ra, qanday qoidalarga asosan hisoblanganligi, qaysi davrlardagi maoshlar hisobga olinganligi, qanday koeffitsiyentlar qo'llanilganligi haqida batafsil ma'lumot talab qiling. Har bir savolingizga javob olishga haqqingiz bor. Agar sizga biror narsa tushunarli bo'lmasa, qayta so'rashdan uyalmang. Aloqa markazi call center orqali ba'zi savollar bo'yicha pensiya jamg'armasining ishonch telefoni orqali ham maslahat olishingiz mumkin. Lekin batafsil ma'lumotlarni olish va hujjatlarni taqdim etish uchun shaxsan tashrif buyurish yoki elektron portal orqali murojaat qilish afzalroqdir. 3 qadam. Nimani izlash kerak? Qanday xatoliklarga e'tibor berish lozim? Asterisk hisobingizni tekshirayotganda quyidagi asosiy nuqtalarga alohida e'tibor qarating. Ish staji, ishlagan davrlar. Sizning barcha ish joylaringiz va har biridagi ishlagan muddatlaringiz, ishga kirish va bo'shash sanalari to'liq va to'g'ri ko'rsatilganmi? Hatto bir necha oylik farq ham muhimdir. Sizning mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlari bilan elektron bazadagi ma'lumotlar bir xilmi? O'rtacha ish haqi. Keyin pensiya hisoblashda qaysi davrdagi ish haqi asos qilib olingan? Bu sizning eng yuqori maosh olgan davrlaringizga mos keladimi? Odatda oxirgi 10 yillik ish davrining istalgan ketma-ket 5 yildagi o'rtacha ish haqi hisobga olinadi. Sizning ma'lumotlaringizda bu davr to'g'ri aks etganmi? Qo'llanilgan koeffitsiyentlar va ustamalar. Pensiya hisoblashda qo'llanilgan koeffitsiyentlar va agar mavjud bo'lsa turli xil ustamalar, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun, unvonlar uchun va hokazo to'g'ri qo'llanilganmi? Shaxsiy ma'lumotlar, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari to'g'ri kiritilganmi? Har qanday harf yoki raqam xatosi keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Ko'rgadam, agar kamchiliklarni aniqlasangiz nima qilish kerak? Agar siz tekshirish natijasida pensiya hisobingizda nomuvofiqliklar, xatoliklar yoki to'liq kiritilmagan ma'lumotlar borligini aniqlasangiz, quyidagi qadamlarni bajaring. Rasmiy ariza yozing. Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'lim boshlig'i nomiga yozma ariza bilan murojaat qiling.
Arizada quyidagilarni aniq ko'rsating. Sizning FI ingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomangiz raqami, siz aniqlagan kamchilikning mohiyati. Masalan, mening 2000 yildan 2003 yilgacha korxona nomida ishlagan 3 yillik stajim pensiya hisobimda aks etmagan yoki pensiya hisoblashda 2005-2010 yillardagi yuqori maoshlarim emas. Balki 1990-1995 yillardagi kam maoshlarim hisobga olingan. Ushbu kamchilikni bartaraf etishingizni, pensiya hisobingizni qayta ko'rib chiqishingizni va qonunchilikda belgilangan tartibda qayta hisob kitob qilishni so'rayman. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, ariza yozilgan sana va imzo, tasdiqlovchi hujjatlar nusxalarini ilova qiling. Arizaga sizning da'volaringizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarning mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, tug'ilganlik guvohnomalari va hokazo nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini o'zingizda saqlang. Yozma javob talab qiling arizangizni topshirayotganda. Uning ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi belgi, kiruvchi raqami va sanasi bilan qog'ozni yoki kvitansiya olishni unutmang. Shuningdek, sizga rasmiy yozma javob berishlarini talab qiling. Qonunchilikka ko'ra, davlat organlari murojaatlarga ma'lum muddat ichida javob berishlari shart. Murojaatni kuzatib boring. Arizangizning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib boring. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu pensiya jamg'armasining yuqori organlari, Adliya vazirligi yoki Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman bo'lishi mumkin. Zarurat tug'ilganda yuridik maslahat olishdan yoki advokat xizmatlaridan foydalanishdan cho'chimang. Esingizda bo'lsin. Sizning pensiyangiz sizning uzoq yillar davomida qilgan mehnatingiz, sadoqatingiz va jamiyat rivojiga qo'shgan hissangizning natijasidir. Uni himoya qilish va to'g'ri hisoblanishini ta'minlash sizning ajralmas haqqingizdir. Bugungi videoda aytilgan barcha tavsiyalarga amal qilib, siz o'zingizning moliyaviy kelajagingizni mustahkamlashingiz, sizga tegishli bo'lgan mablag'lardan to'liq foydalanishingiz mumkin. Bu nafaqat sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz, balki oilangizning ham farovonligi uchun muhimdir. Har bir qilingan tekshiruv, har bir berilgan savol va har bir topshirilgan ariza sizning huquqlaringizni himoya qilishga xizmat qiladi. Umid qilamanki, ushbu batafsil va amaliy ma'lumotlar siz uchun nihoyatda foydali bo'ldi. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldirishdan erinmang. Men har bir savolingizni diqqat bilan o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Ushbu videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim, foydali va sizning moliyaviy savodxonligingizni oshirishga yordam beradigan ma'lumotlar kutmoqda. O'zingizni asrang, oilangizni asrang va moliyaviy savodxonligingizni oshirish orqali o'z hayotingizni yanada yaxshilang. Sog' bo'ling.